Har doimgidek kechqurun sevib kelib uxlashga yotdim. Keyin esa birdan men osmonda uyg'ondim. Qarshimda bitta qanoti bor bittasi turardi. Menga sen o'lding, jannatga kirishing mumkin dedi. Men bo'lsa to'xtab tur, men yerga qaytar, hal qilmagan ishlarim bor deb. Farishta bo'lsa buni iloji yo'qligini aytdi. Meni xafa bo'lganimda ko'rib, farishta menga ikkita variant berdi. Yerga 2-3 kunga qaytishing mumkin. Xohlasang baliq tanasida, xohlasang tovuq tanasida. Men baliqni yomon ko'rardim, tovuq tanladim. Keyin qanaqadir fermada tovuq bo'lib paydo bo'lib qoldim. Oldimga xo'roz keldi. Qaraysan, birinchi kun yaxshi o'tyaptimi deb so'radi. Men hammasi yaxshi, faqat qonim nimagadir og'riyapti dedim. Xo'roz bo'lsa, bu tuxum. Tuxumni kuchanib chiqarib yuborishing kerak dedi. Men kuchandim. Birinchi tuxumni tug'dim. Men mazza qildim. Keyin yana bitta kuchandim, ikkinchi tuxumni tug'dim. Shu payt kimdir boshimga bir urdi. O'zimga kelsam divanimga qilib qo'yibman. Xotinim endi. Har kechqurun sevib. Chiqib qo'yganini shunchalik eshitdik-ku.